Selamun aleykümler. Otağız kayıttı. Hay. Sen misiniz? Hazret kayıttı. Korşalıp durgat değilsin sen. Bana kozlar bilen korşalar senin takkozlar gitsin. Hazır gerek mi? Kişke gerek. Aşılar bunu şöyle tuttura gerek hatun. Anisi. Есть вопрос. Men bitinde hazır bir kunde videolar koyup çıkkan edim, mi? Menga yazdılar, "O, sen buzuvunu da uzdurasың" deb. No da. Menga hamma blogger bo'lirga deydilar. Men blogger bo'layimmi, yo'qmi? Как sen думаешь? Ты как сам думаешь, как хочешь-то? Ну что такое синен сұрайын bitinde. Bo'layыммы men блогер, yo'qmi? Если хочешь, пол. Давайте, дорогие мои подписчики, скажите, пожалуйста. Я не знаю, русская поддержать уже верят. Подписчики, давайте ставьте там лайки. Нифига это мы сами не знаем. Мне быть блогером или не быть блогером? Şulay mı neyse? Йоу. Olay orta karakterde kötü bulmuyor ekan. Munchaga qo'yib chiqardilar, munchada o'tiramiz. Mana buni to'g'ri qo'yadir, ilargaydi. O'rin topa olmay qarab o'tiraman. Ha, do'stlar, muncha degandan, siz tekinni videolar chiqargandan so'ng menga ko'p savollar yozdingiz. Munchag'izni kimlar ishladi deb. Nazir ismli yigit ishladi. Radif ismli do'stlar ikisi birga keladilar. Men gastrolda edim, mana bu bizning olti turgan o'rin endi shay ichib o'tira turgan. Bunisi yuvina turgan o'rin bunda. Ham tüp o'rin edi, u albatta tirlab, rahatlanib, shobinib kelaturgan o'rinlarning birisi. Mana ular o'zlari topdi og'ochlarni, bisi kedirdan bo'lg'ayindi. Mana shunday marjabelliklar, narsalar barsında o'zlari olalar, o'zlari tobalar, big tez ishlaylar, big kashtanli ishlaylar, chotka ishlaylar, garantiya beradilar. Men ularni tege ular aytganga tugul, men o'z tilagim bilan ularga rahmat aytib reklama sen bilan bani Nazira ularning shopkalari. Murojaat etdik sizga do'stlar. Блогер bo'layim. Mana room-tur, дорогие подписчики. Bunda bizning repetitsiya turgan bu munchani ikkinchi etaji. Islom muborakonlari. Bunda endi biyishlar rahatlanib mumkin kelib shug'ullanirga, qarab papilari ko'tarib, yarimda ishlab bitirishlarga apparatlar qo'yasi bor kiritib. Mana bu idandagi turgan aybilarni gramota, diplom, tunda shularni ilib bir shkaf qo'yib. O'shin hali bunda ish ko'p. Agar do'stlar sizning remont boshlangan ekan, endi stroy qilib borar ekan, tugallanib keladi sizga motor ittirib tuba tarttirga, motor o'tlar qo'yarga tilagingiz bor ekan, mening ovuldoshim, do'stim, birga o'ynab o'sgan yigit, shulay Qozonda butun inida munchada u ishladi, Ilnar ismli yigit, onlarga murojaat edi. Alloh, men sizga hozir ana nomerini qoldiraman. Alla bu shundan da blogger bo'ldi endi deb qarab o'tirasizlar endi. Do'stlar, men bari tek sizdan kelgan savollarga g'ana javoblarni beraman. Mana shu pasient o'rnida savollar bo'ldi. Ana obslujitorga qiymatmi? Kimlar kelgan, nechga asotasiz, nechga startasiz deb. Albatta, bunda men chaqirtam bilgichlarni big kuchli professor Rifat Zaripov kelib, shuni o'zi ish tartib, o'zi yuvib, anarga mana shu o'rinda mana tekshigan ashasında shunda tabletlarni olasan. Все bitti. 10 kunga bir ishib shista. Endi narsa aql kerak deyil bunda. Ham big ko'p kelgan so'rovlardan qola motor kompliment so'zlari. Ul albatta menga tugul qizg'anchga qarshi dilerega yozalar. Qizg'anish. Ну, yo'q, men o'zimga ko'taman prosta. Endi seni maqtaylar. O'zi shunday. Mana rahmatlaringiz yetkazib olasizlar. To'g'ridan-to'g'ri efir пока boshqaydi. Rahmat bek zo'r. Motor tilaklaringiz uchun, motor komplimentlaringiz uchun. Shularni aytamda qonatlanay. Men istavrakda jibaraman, orttiribda jibaraman. Ey deb aytganlar, va deb aytganlar deb. Ey, shunib ketayin bolaqayim. Очень приятно. Спасибо. По высоте нормально, бuna. Как раз qana ekan bunday mashinalar. Ya. Сьерма deb boshlanayıq. А что вы привезли? Здравствуйте. Мотоциклы. Один в коробке. Ага. Сборе. Один в сборе. Нифига себе. Как раз у вас высота прям. Да как раз, да? Как раз, да? Да, прям высота четко. Do'stlar, men baliqqa keldim hali. Kun rahat, kun motor idayapman, baliqqa boraman deb. Baliq shirta ekan. Mana bunda. Motor yigitlarni jigar boy yigitlarni. Kel, mana bunda bizning nida bu narsa bu Mamagirskiy. Зеленый 87. Mana, вот shu. Men degina baliq yo'q. Isanlargina yo'q.
Yürüyüz de eriyiz biz buna. Bunda. Да. Тагын фруктовый рай. Брат, как зовут? Алим, брат, да. Оказывается, меня знает. Наши песни слушает. Рахмат. Ну, вы да tanıdı değil mi? Ben de seni tanımam şu an. Eski küçük mülekkesekle tanıyorsunuz. Mana do'stlar, mana shu yolg'izlarga tiymagiz degan jar bek ko'p kishiga yoshadi. Mana endi jiddiy aytaymi ekan, biz bunlarga o'yladik da klip chiqargan, klip tushitirga deb o'ylashdik. Bir endi o'ylanib chiqargan istoriya o'ylab o'tirasiz kelmay, mana shunday bo'lgan ekan, bulay bo'lgan ekan deb. Bu yerdan so'ng menga bek ko'p yozdingiz. Rifat, bu benim turmush, naq menim yozmishni jillaysan. Mana menim bilan da shunday bo'ldi bit bu. Rifat, agar tilagingiz bo'lsa, siz o'zingizning nishik yolg'iz qolganingizni, ne sababli shunday bo'lganini menga bayna anlatib yozib jibaringiz. Mumkin anonimda biz sizning yozmishni shu klipga kiritib, Alloh bersa ko'rsatirga tirishimiz. G'ibrat uchun, o'rnak uchun. Mana onun asılında elbette klipte anlaşılır. Tilagingiz bo'lsa, yozib jibaringiz. Biz kutamiz.